İddet mezgilida erning uyida turishdan bosh tortgan ayolning nafaqasi. Savol. Assalomu alaykum ustoz. Tunji qatim taloq qilingan ayol o'zirsiz holda iddatni er bilan bir uyda turib to'ldirmayman deb sirtda tursa, iddat mezgilidagi uy ijarasi va boshqa nafaqasini beraveramdim? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sana Janobi Allohga bo'lsin. Shundaqla payg'ambarimizga, oila taobatlarga va uningga toki qiyomatgacha ergashganlarga dur salomlar bo'lsin. Ayol kishi iddatni erning uyida o'tkazishi kerak. İddat mezgilida u uyda turmay, o'z ota-onasining uyida yoki boshqa uyda tursa, er rozi bo'lgan taqdirdami ayol gunohkor bo'ladi. Eri yoki qaynotalari iddat mezgilida u ayolni uydan chiqarib atsami gunohkor bo'ladi. Parvardigoringlar Allohdan qo'rqinglar. Ular faqat ochiq bir hayosizlik qilmasalar, iddati to'shmag'icha ularni uylaridan chiqarib atmanglar. O'zlari chiqib ketmasin. Ana shular Allohning chek-chegaralaridir. Kimiki Allohning chek-chegaralariga tajovuz qiladi ekan, u o'ziga zulm qilgan bo'ladi. Sen bilmaysanki, balki Alloh shundan keyin biror ishni maydonga keltirib qilishi mumkin. Taloq surasi 1-oyat. Buningga asosan birinchi taloqdan iddat tutayotgan mazkur ayol boshqa uyda turayotgan bo'lsa, darhol erning uyiga qaytib, qolgan iddatini shu uyda chiqarish kerak. Agar erning uyiga qaytmasa, erdan uy ijarasi va boshqa turmush xarajati uchun iddat nafaqasi olishi haqqi bo'lmaydi. Chunki u haq erning uyda turishdan bosh tortishi bilan qo'ldan ketadi. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda doktor Abdulaziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 2-tom. 61 numurliq fatvo.